karst xotini deb hozir o'lgan odamni yomonlayapsizlar-ku. Motelga olib borayotganinglarda u karst xotin emasdi-ku, sizlarning qizchalar edi-ku. Koroleva bo'lavdi. Qizchalar edi-ku. Koroleva bo'lavdi. Qo'yardinglar-ku unga. Yo'da, masalan, men nimaga aytaman? O'sha bolani o'ziga ham aytganman. Ey, kut, mana shu turgan joyimda mana shu 1 metr mashda turishardi. Mana 1 metr, mana mashda. Oram 1 metr mana shu uylariga. Mashda turishardi. Men turgan joyda 1 metr joyda turar edi. Ash qiz. Ishonasizlarmi? Shunaqa akkuratniy qiz edi, shunaqa o'ziga qaragan, yo bir noto'g'ri ish qilmagan qiz. Men bilaman-da, o'zim aytib beryapman. Noto'g'ri gapirishlari mumkin. Men aytay, shu qiz ichmas edi. Ichadigan ayasini $20,000 $20,000 ayasi ular holatida $20,000 Rossiyaga jo'natib turib, ash qiz qarz $15,000 qarz olib, $5,000 pulini qilib, $20,000 qilib turib, Rossiyaga ayasini jo'natib davolat olib keltirgan edi shu qiz. Bola Pujikomda qarang, Pujikomda ham 3 million edi, 5 million. Hech narsani bilmayapti.